Bugungi kunda qurilish sohasida eng zamonaviy, eng tejamkor va eng tezkor yechim bu 3 qavatli sendvich panellardir. Ushbu omillarni e'tiborga olgan holda Aquasteel yuqori sifatli sendvich panellar ishlab chiqarishni boshladi. Aquasteel zavodi Aquasteel ishlab chiqarish kompleksining umumiy maydoni 5900 kvadrat metrni tashkil etadi. Avtomatlashtirilgan sanoat tizimi uzunligi 149 metr. Aquasteel korxonasi devor va tom uchun bazalt tolasi bilan to'ldirilgan va pena poliuretan bilan ishlov berilgan sendvich panellar ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan. Mahsulotga talab katta. Buning boisi u issiqlik izolyatsiyasi, olovga chidamli xususiyatlari va ko'rkam tashqi ko'rinishga ega. Panellarimizning betakrorligi ularning o'zagi mineral tolali paxta bilan, qulf qismining ikki burchagi esa pena poliuretan bilan to'ldirilganligida namoyon bo'ladi. Bu esa mahsulotimizning yaroqlilik muddati va sifati uchun 2 barobar afzallik demakdir. O'zbekistonda bizda ishlab chiqarilgan mahsulotning muqobili mavjud emas. Ishlab chiqarish jarayoni bilan batafsil tanishsangiz, mahsulotimizning sifatiga o'zingiz ishonch hosil qilasiz. Zavodga keltirilgan paxta lamellarga arralanadi va tolalar vertikal holatda joylashishi uchun mos tarzda taxlanadi. Bu paxtaning maksimal qattiqlik darajasiga erishish imkonini beradi. Tizim jarayonida mahsulot metall bilan jihozlanadi. Ishlab chiqarish tizimi faoliyati quyidagi bosqichlardan iborat: frezerovkalash, profillash, yelimlash, bosim ostida presslash. Liniya faoliyati to'liq avtomatlashtirilgan. Uning boshqaruvi esa kompyuter orqali bajariladi. Panellar polietilen himoya plonkasi bilan qoplanadi. Tayyor bo'lgan mahsulot saranjomlik ila arralab bo'linadi, tizimdan chiqariladi va qadoqlanadi. Ishonch va halollik Aquasteel kompaniyasi faoliyati asosida yotadi. Mijozlar ehtiyojlarini qondirish esa kompaniyaning muhim vazifasidir. Aquasteel sizning ishonchli boshpanangiz.